Endi eng asosini chizishni o'rganamiz. Bizga uning uchun razmerli kerak bo'ladi. Eng uzunligi, eng aylanasi va bilak aylanasi kerak bo'ladi. Bu men o'zimga kerakli razmerlarni yozib olman. Hozir asos andoza qilish uchun sizlar o'zingizlarning olgan razmeringlar bo'yicha asos andoza qilasizlar. Mana bilak aylanasi. Endi uzunligini topib olamiz. Teng yarmidan bo'lib olamiz aylanasini. Yeng aylanasi va bilak aylanasini teng yarmidan bo'lib yozib qo'yamiz. Mana. Birinchi o'rinda uzunligini o'lchab olamiz. 60. Endi yeng aylanasini yarmini o'lchaymiz. Yengimizni o'rta qismini topib olish uchun teng yarmini o'lchaymiz. Mana teng yarmini chizib oldik. 19. Endi shu yerdan to'g'ri chiziq tortamiz. Mana endi yengimizni to'liq razmerini o'lchab belgilab chizib olamiz. Maniki 38 sm mana belgilab oldim. Endi qo'ltiq o'yindisini razmerini topamiz. 15 sm tushamiz. 15 sm standartda norma hisoblanadi. Chizayotgan andazamizga lop-loyu keladi. Endi bu chizib olgan ikkita bo'lagimizni yana ikkiga bo'lib olamiz. Mana 19 ni teng yarmidan bo'lamiz. 8,5. Mana ikki bo'lakga bo'lib chizib olamiz. 9,5 sm qilib. Endi tepaga qarab chizuv tortamiz. Mana maketimiz tayyor bo'ldi. Endi o'yindilarimizni topib olamiz. Mana bu burchagimizdan 3 sm o'lchab qo'ltiq o'yindimizni topib olamiz. Va buni ham o'rtasini topib, tepadan ham 2 sm, 2,5 sm tushamiz. Mana. Tushib oldik. Endi bularni birlashtiramiz. Mana yengimizni yarmini chizib oldik. Bu yog'ini ham xuddi shunaqa tushib o'yindimizni chizib olamiz. Buni ham o'rtasidan belgilaymiz. Mana 3 sm belgilab bir-biriga birlashtirib olamiz. Mana andazamizning ikki yog'i bir xil bo'ldi. Endi orqa bilan oldini ajratish uchun oldi tomondan ozgina o'yamiz. Mana ozgina oldi qismidan o'yiladi va yelka qismidan ozgina 1,5 sm o'yib yuboriladi.
orqa bilan oldi andazani shunisidan ajratib olsa bo'ladi. Mana andazamiz tayyor bo'ldi deyarli. Endi bilak aylanamizni topsak bo'ldi. Bilak aylanamiz 20, yarmi 10 bo'lsa, 10 sm u yoqqa, 10 sm bu yoqqa o'lchab chizib olamiz. Mana asos andazamiz, yeng andazamiz tayyor bo'ldi.